Assalomu alaykum, hurmatli tezkor taksi haydovchilari. Agar nomerimda Telegram akkaunt bo'lmasa, kirish kodi qayerga keladi? Savoliga javob beramiz. Birinchi navbatda programmaga kirib olamiz. Keyin bizga kerak bo'lgan raqamni yozib olamiz. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz va kutamiz. Agar sizda shu nomerda Telegram bo'lmasa, SMS orqali jo'natish tugmasini bosishingiz mumkin. SMS orqali jo'natish tugmasini bosamiz. Shunda sizga Telegram orqali emas, balki SMS orqali kod keladi. Kodni teramiz va kiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.